berilgan eng katta ne'matlardan biri, e'tibor beraylik, uning o'z vatanida yashashligidir. Chunki vatan uning kindik qoni to'kilgan, go'daklik chog'i o'tgan, ilk qadamlarini qo'ygan, yoshlik va keksalik davrlarini so'radigan, xotiralari muhrlangan, ota-bobolarining xizmatlari to'kilgan yurt va farzandu nabiralari ulg'ayadigan vatan, bu uning asliyati. Mana shu xotiralar, uning farzandlari, uning ota-bobolari, uning inshaalloh kelajakdagi nabiralari o'sib ulg'ayadigan vatanda yashashlik har bir inson uchun baxt bu.